Bu yil qishda haydovchilar uchun juda katta yangilik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga obuna bo'ling va bu yangilikni barcha yaqinlarga tez tarqating. Endi metan zapravkalar sabab-sababsiz yopilmaydi. Mutasaddilarning aytishicha, bu mavsumda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi rejalashtirilgan. Eng muhimi, navbatlar masalasi ham hal etiladi. Gaz bo'lmagan paytda haydovchilar endi davlat tomonidan o'rnatiladigan maxsus kompressorlar orqali mashinalarni to'ldirish imkoniga ega bo'ladi. Bu tizim qish mavsumida gaz yetishmovchiligi oldini olish uchun sinov tariqasida joriy etilmoqda. Aytishlaricha, bu usul yordamida eng sovuq kunlarda ham mashinasiz qolish holatlari deyarli bo'lmaydi. Shuningdek, bu yil elektr energiyasi bo'yicha ham muammolar kuzatilmasligi kutilmoqda. Ya'ni na gazda, na elektrda uzilishlar bo'lmaydi, deya bildirdi rasmiylar. Demak, bu qish haydovchilar uchun ancha yengil o'tadi. Xushxabarni boshqalarga ham ulashing.